Ichki kelishini normallashtirishda ishlatiladigan aptechniy preparatlarni hammamiz yaxshi bilamiz, lekin nafaqat simptomatik davo, balki ichak mikrobiotasiga ham foydali bo'ladigan qo'shimchalar haqida bilasizmi? Men Xonzoda Umidullaxonovna 12 yillik tajribaga ega pediatr gastroenterologman. Qabulimda har kuni kamida 4-5 ta patsientni qarziyat haqida gaplashamiz. Inulin, organik inulin bu kraxmalsimon modda bo'lib, prebiotiklar gruppasiga kiradi. Ya'ni ichak mikroflorasi uchun foydali bakteriyalar uchun asosiy ozuqa hisoblanadi. Suvni eritib ishlatamiz. Yetarlicha miqdorda suv bilan, ya'ni 1 stakan suv bilan birga ichilganda, bu erishdan tashqari yana shish xususiyatiga ega, ya'ni bo'kadi va gelsimon holatga o'tadi. Va mana shunaqa holatdaligida ichakda mantiya hosil qilib, defekatsiya aktini, ya'ni ich kelishini osonlashtirib beradi. Psyllium, ya'ni o'simlik kletchatkasi asosan zubtirimdan, ya'ni podorojnikdan olinadi. Organizmga tushgandan keyin aynan oshqozonda oxirgacha parchalanmaydi. Chunki bular o'simlik tolasi, kletchatka va shu xususiyati bilan ham qabziyatda yordam beradi bizga. Yuqorida aytilgan ikkala preparatni ham parashok hamda kapsula ko'rinishda vitamin aptekalardan xarid qilishingiz mumkin.